Bahor oilaviy oshxonasiga kelganmiz. Farg'onada lokatsiyamiz. Hozir bu yerda 25 xil ovqatlar bor ekan, ichkarida joylar. Endi ichkarida banket o'tqizsangiz ham bo'ladi yoki kelsangiz ham bo'ladi yegani. Dastlabki xizmati bor. Dastlabkamizni soqasini pulini bersiz, bu joyga jo'natib yuborishadi. Shashliklarimiz juda ham ko'p, har xil shashliklarimiz bor. Vitrinani to'ldirishadi. Mana ba'da baqa olaverasiz mana. Bu YouTube'da muxlislarga. Somsaxonamiz hozir oshlikda kirib ko'ramiz. Eng qizig'i lokatsiyamiz Polsha bozoridan bu stomatologiya qarab yurganingizda stomatologiyaga yetmasdan chap qo'lda, men aytaman mana burchak stomatologiya. Yo'lda bo'yida. Oshxona yangi ochilgan, lekin zo'r, hamma yo'g'i cho'tki. Somsalarimiz menimcha tugadi shekilli, uji. Mana da oshimiz bor. Oshlarni bitta ko'rasiz. Somsalar ko'ryapsizlar mana. Tana. Somsa nechta pul jupi? 22 mingdan. 22 qo'y go'shti, 20 mol go'shti. Oshlarni bitta ko'rishingiz mumkin. Agar qolgan bo'lsa, sho'rva, ko'cha, osh. Oq osh bor, qora osh bor, somon oshi bor. Achchiq oshi ham bor ekan. Achchig'i qaysi? Achchiq. Qanaqa guruchda bo'ladi bu? Dasta sariq. Dasta sariq. Bu-chi? Salatli yo'qdan ham dasta sariq bo'ladi. Nech pul porsi bir kishi to'yadigan? 30 ming. 30 mingga bir kishi chiroyli bo'ladi. Go'sht bo'shlari bilan 40-50 ming bo'lar ekan-da, go'sht tanlasiga bog'liq. Go'sht o'zini ham 50 minglab qo'yadiganlar bor o'zi. Xo'p, eng qizig'i batta qosonxona o'zlarida go'shtni o'zlari so'yar ekan, bir kunda 3 ta 4 ta mol so'yishar ekan. Oshxonalar boshqa yerda ham bor. Go'shtni ham olishlar ham mumkin. Lokatsiyamizni aytdik. Ichkarida 1-etajda, 2-etajda joylarimiz bor. Bemalol kirib, mana shu yerda yeb, xullas qorin to'q qilib, ibodatga quvvat bo'lsin deb ketaverasizlar. O'rtoqlaringizni jo'natib qo'ysangiz ham pastga nomer qoldiryapmiz. Dastlabki ham bor, 25 xil ovqat bor ekan.